Oxir zamonga yaqin bir xalifa paydo bo'ladi. U miskinlarga sadaqa beradi. Hatto sadaqasini sanamaydi ham. U zot maqtayaptilar. U juda ham saxiy bo'ladi. Boshqa hadisda oxir zamonga yaqin shunchaki tasavvur qiling. Mahdi qachon chiqar ekan? Dajjoldan oldin. Aytganimizdek, Mahdi kichik alomatlarning katta alomatlarga bog'lanib ketishi o'rtasidagi hodisa. Ana endi nega bundayligini tushunamiz. Mahdi qiyomatning katta alomatlariga bog'lanib ketadigan kichik alomatlarning eng oxirgisi. Mahdi zamonida Dajjol chiqadi. Musulmonlar Dajjolga qarshi urushib, uni mag'lub qilishga harakat qilishadi. Qayta va qayta urushishadi. Lekin ular g'alaba qozonishadimi? Yo'q, hech kim Dajjolni o'ldira olmaydi. Hattoki Mahdi ham. Dajjolni kim o'ldiradi? Faqat bir odam. Bu esa Iso ibn Maryam. Biz Mahdi yerda 7 yil hukmronlik qilishni o'rganamiz. Sahih hadisda u 7 yil hukmronlik qiladi deyilgan. Demak, bizda belgilangan vaqt muddati ham borki, Mahdi unda juda qudratli bo'ladi. Undan keyin vafot etadimi biz bilmaymiz, lekin 7 yil hukmron bo'ladi. U o'zining hukmronligini, saltanatini o'rnatadi va u 7 yil davomida ummatni boshqaradi.